Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun meni kontrol qilish texnikasi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu meni kontrol qilish texnikasiningki turlari, doirasi to'g'risida uzaki bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər məşu leksiyanın təfsilatıda bolsun. Əgər diqqət qılğan bolsaq, məşu Xitay hökumətininki mini kontrol qilish qural yasayotqanlığı to'g'risidagi xabarlar o'tirg'i chiqqili xili bir mezgil bo'ldi. U qural orqali qarshi tarafni palaj holatga, ya'ni harakat qilolmaydigan holatga kirgizalaydiganligi ma'lum. Bu meni kontrol qilish texnikasi degan vaqtida gen o'zgartirish, anandan keyin insonlarninki mushu iqtidorni oshirish bo'libmi bak askarlarninki jang qilish iqtidorini oshirish degandagidek har xil texnikalarni o'z ichiga oladiganligi ma'lum. Amerika hukumati bu haqda bayonot e'lon qilib, shu xil tadqiqotga qatnashgan Xitoy shirkatlarini embargo qilganligini e'lon qilgan. Undan boshqa Amerika hukumatininki qarashicha Xitoy hukumati büyük ihtimallikda bu xil qurollarni, ya'ni meni kontrol qilish qurolini Uyg'urlarga ishiltishi mumkin ekan. Shu sababdan men bu jihatda az to'la izlanib ba'zi uchurlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishning muhimligini his qildim. Men tövəndə mushu meni kontrol qilishniki har xil turlari va usullari to'g'risida uzaki bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Albatta bu bir cho'ng tema bo'lib, har bir mushu meni kontrol qilish texnikasining har bir turini agarda tafsili so'zlashga to'g'ri kelsa, soatlab leksiya so'zlashga to'g'ri keldi. Lekin men bugun asosliqi mushu meni kontrol qilishniki o'xshamagan usullar to'g'risida uzaki bir tushuncha berib o'tmoqchi. Undaqda bu meni kontrol qilish quroli degan qandaq bir qurol? Meni kontrol qilish quroli deganda hozir mavjud bo'lgan meni kontrol qilish texnikasidan foydalanib boshqalarni kontrol qilish uchun qo'llanishga bo'ladigan har qandaq bir vosita yoki uskunani ko'zda tutadi. Meni kontrol qilish degan vaqtida uni keng doiradan aytgan vaqtida u insonlarningki o'y xiyolini, tafakkurni, qilmishini va harakatini monopol qilish yoki kontrol qilishni ko'zda tutadigan bo'lib, uni to'g'ri qo'llanganda insonlarga baxt yaratishi mumkin. Agar to'g'ri qo'llanmagan vaqtida insoniyatga baloy ofat ilib kelishi mumkin. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida meni kontrol qilish texnikasi degan vaqtimizda u yaxshi tarafdanmi bo'lishi mumkin, yomon tarafdan bo'lishi mumkin. Salbiy tarafdan bo'lishi mumkin, ijobiy tarafdan bo'lishi mumkin. Masalan, biz o'zimizni kontrol qilamagan holatda xiyollarga surib ketsak, har xil andisha, qo'rqinchga cho'kib ketgan vaqtimizda biz o'zimizningki mengimizni kontrol qilish orqali bu qo'rqinchli xiyollardan qutula olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa biz o'zimizningki mengimizni kontrol qilish orqali tafakkurimizni sog'lomlashtira olishimiz, to'g'ri yo'lga yetaklay olishimiz mumkin. Bumi keng doirani aytgan vaqtida meni kontrol qilishningki bir qismi. Albatta
Men bu yerda so'zlamoqchi bo'lganim bir odamning mingisini boshqalar tarafidan kontrol qilish ni asos qilib so'zlayman. Bu men yuqori deb o'tgandagidek bu mingi kontrol qilish deganniki doirasi nihoyatda keng bo'lib ham o'zininki mingisini kontrol qilishni o'z ichiga olsa ham boshqalarning yana bir insonning mingisini kontrol qilish o'z ichiga ilishi mumkin yoki bo'lmasa mingi orqali mashinani kontrol qilish bir tarafdan mingi orqali mashinani kontrol qilishni o'z ichiga olsa yana bir tarafdan mashina orqali mingni kontrol qilishni mushu mingi kontrol qilish texnikasi doirasiga yig'inchoqlash mumkin. Mingi kontrol qilish tövəndəki bir neçə xil texnika və yoki usullarni o'z ichiga oladi. Birincisi ro'y kontrolluq yoki biz normalda deyotgan mingi yuyish, o'qitish, jinchaplashtirish degandeklar hammasi mushu ro'y kontrolluq doirasiga kiradigan bo'lib, bu mushu mingi kontrol qilishninki eng an'anaviy usulidir. İkincisi, minga kompüter yoki mashina orasida bog'lanish paydo qilish. Bundaq chiqqan vaqtida bizningki mingimiz bilan kompüter yoki mingimiz bilan mashinaning orasini bog'lash. Ya'ni bir-birini hech qanday simsiz holatda aloqa qildirish. Uchinchisi, kompüter yoki mashina orqali aqliy yoki xiyolni o'qish. Ya'ni biz burun anglagan shu yolg'onchilik qilgan qilmaganligini isbotlaydigan mashina yoki kompyuterlar mushu doiraga kirdi. To'rtinchisi, kompyuter, mashina yoki qurol orqali ro'yi va jismoniy qilmishni kontrol qilish. Beshinchisi, ximiyalik moddalar orqali ro'yi va jismoniy qilmishni kontrol qilish. Oltinchisi, genda o'zgarish paydo qilish orqali bir insonninki ro'yi, tafakkuri va jismoniy qilmishlarini tubdan o'zgartirish yoki kontrol qilish. Mana bular mushu mingi kontrol qilish doirasiga kiradigan o'xshamagan usul yoki texnikalar. Ro'y kontrolluq mingi yuyish degan vaqtimizda hamda men yuqorida deb o'tgandagidek bu mushu eng an'anaviy ro'y kontrolluq, mingi kontrolluq usulining bir turi bo'lib, bu mushu biz normalda deyotgan mingi yuyish, o'qitish, jinchaplashtirish degandeklar hammasi mushu doiraga kirdi. Bu orqali ya'ni mingi yuyish orqali bir odamninki tafakkurini, o'y xiyolini, hatto qilmishlarini butunlay o'zgartirib o'tishi mumkin. Ya'ni mushu o'zni portlatish xarakterlik shu terrorlik qiladiganlar bu mushu mushxil usulda ro'y kontrolluqqa duch kelgan insonlar ular mushu mingi yuyish qatorliq usullar orqali ma'lum narsaga ishondirgan. Shu sababdan ular o'zni portlatishga rozi bo'lgan. Mingi kompüter yoki mingi mashina orasida bog'lanish paydo qilish. Buningda asosligi mingi orqali kompüter yoki mashinani kontrol qilishni ko'zda tutadigan bo'lib, bu garchi mingni kontrol qilish doirasiga kirmasimi, lekin bu texnika ya'ni mingi bilan kompüter yoki mingi bilan mashina orasidagi munosabat, aloqani o'zaro bog'laydigan bu texnika kelgusida mashina orqali insonlarning mingisini kontrol qilishga ishlatilishi mumkin. Ya'ni bu yerda so'zlanayotgan texnika mingidagi o'y, xiyol, tafakkur orqali mashinaga qo'mondonlik qilish
ne ko'rsatsa, kelgusida bu xil texnika orqali mashina orqali insonlarninki o'y xiyol tafakkurini kontrol qilishga ishiltish mumkin. Shunglashqa buni men bu meni kontrol qilish texnikasınınki mushu kategoriyasi ichiga kirgizdim. Uningdan qilib qolsa, mushu kompyuter yoki mashina orqali insonlarning aqli yoki xiyolini o'qish. Bumu yuqorqiga o'xshash tar ma'nodan aytgan vaqtida meni kontrol qilishga kirmasligi mumkin. Lekin mushu kompyuter yoki mashina orqali insonlarning aqli yoki xiyolini o'qish texnikasi orqali kelgusida insonlarniki mingisni kontrol qilish mumkin. Shunglashqa bumu keng doirani aytgan vaqtida meni kontrol qilish texnikasiga kirdi. Yani mundaqcha aytgan vaqtida mushu mashina orqali insonlarniki o'y xiyolining nima ekanligi biror guvohlik bergan vaqtida rost guvohlik berib o'tamdi yoki yolg'on guvohlik berib o'tamdi. Mushlarni o'lchashning o'zi mushu kompyuter yoki mashina orqali insonlarning aqli yoki xiyolini o'qish texnikasi doirasiga kirdi. Bu jihatda hammamiz burun anglagan, ya'ni insonlarning rost yolg'onligini, rost yolg'on gap qilayotganligini o'lchaydigan mashina. Uningdan boshqa mushu hozir hamda mushu ilmiy tadqiqotda odam o'lgandan keyin o'zining o'lganligini bilalaydi degan qarashlar mavjud. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida odam o'lib qolgandan keyin nima ishlar bo'lganligini faqat bizga yetkazolmaganligi uchun biz uningki qandoq ishlarga duch kelganligini bilmaymiz. Agar mushu kompyuter yoki mashina orqali insonlarning mingisini o'qiydigan texnika paydo bo'lsa, odam o'lgandan keyin nima o'ylarda bo'ladiganligini biz bilalaymiz degan gap. Bu mushu 2017-yildagi xabar, ya'ni odam o'lgandan keyin o'zining o'lib qolganligini bilishi mumkin degan qarash o'tirg'i qo'yilgan xabar. Buni bu yerda qarindoshlar bilan o'rtoqlashishdan asosli maqsadmi, yana kelgusida mushundoq mingini o'qiydigan kompyuter yoki texnika nayti mukammallashgan vaqtida hatto odam o'lib qolgandan keyinmi ularninki o'y xiyolini biz bilishimiz mumkin demakchi. Bumu keng doirani aytgan vaqtida mushu meni kontrol qilish texnikasiningki ichiga kirdi. Albatta tar doirani aytgan vaqtida balkim kirmasligi mumkin, lekin bu xil texnikalarmi kelgusida boshqalarninki, ya'ni mingisini o'qigandan keyin uni kontrol qilishga qo'llanish mumkin bo'lganligi uchun men bunimi keng doiradan meni kontrol qilish texnikasi kategoriyasiga kirgizdim. Kompyuter, mashina yoki ma'lum qurol orqali insonlarning tafakkuri, qilmishi va harakatini kontrol qilish. Mana bu men bugun so'zlamoqchi bo'lgan haqiqiy turdagi meni kontrol qilish texnikasiningki birisi. Oldingi ikkisi bo'lsa, mushu universal texnika bo'lib, ya'ni meni bilan mashina yoki meni bilan kompyuter orasidagi aloqa yoki bir-birini o'qish texnikasi bo'lib, bu texnikalar kelgusida mushu kompyuter, mashina yoki ma'lum qurol orqali insonlarning tafakkur qilmishi va harakatini kontrol qilishga ishiltish mumkin. Bu nurg'un davlatlarda izchil tadqiq qilinib kelayotgan bir masala bo'lib, ya'ni tadqiq qilinayotgan bir texnika bo'lib, men boshda mushu temisda o'tirib qo'ygan Xitoydagi shirkatlarniki, ya'ni Xitoy hukumatiniki mushu insonlarning mingisini kontrol qiladigan qurol
yasavatqanligi to'g'risidagi xabar dal mushu xildagi texnika bilan bevosita munosabatlik. Buningki tafsilotlari texi aniq emas. Buni amaliyotda yolg'iz Xitoy hukumati emas, boshqa davlatlarmi tadqiq qilayotgan bo'lish mumkin. Hamda kim oldin dastlabda muvaffaqiyat qozonadi, buni yaqin kelgusida ko'ralaymiz deb qarayman. Kimyalik moddalar orqali insonlarning ruhiy kayfiyati va qilmishini kontrol qilish. Tibobatda tuvandagi 5 xil moddaninki insonlarninki ruhiy kayfiyati va qilmishini kontrol qildiganligi ma'lum. Ularning birinchisi dopamin, ikkinchisi endorfin, uchinchisi oksitosin, to'rtinchisi serotonin, beshinchisi kortisol. Bular shu badanda ishlab chiqariladigan va insonlarninki ruhiy kayfiyati va qilmishi bilan munosabatlik moddalar bo'lib, agar bularning miqdorini yuqori ko'targanda yoki tuvanlatgan vaqtida insonlarninki ruhiy kayfiyati va qilmishi o'zgarishi mumkin. Shunlashqa mushu moddalarni kontrol qilgan vaqtida yoki mushu moddalarni o'zgarish paydo qilganda yoki ularni tengshigan vaqtida insonlarninki ruhiy kayfiyati va qilmishini kontrol qilib bo'ladi deb qaraldi. Undan boshqa albatta nurg'unlagan kimyalik moddalar orqali insonlarninki qilmishi va harakatiga ta'sir yetkazishi mumkin, lekin ular ya'ni badan ichida bo'lmagan, tabiiy bo'lmagan moddalar bo'lsa, bu 5 xil modda hozir bizga bilingan va badanda ishlab chiqaradigan badanninki shu ruhiy kayfiyati va qilmishiga ta'sir qiladigan moddalar. Bular orqali insonlarninki ruhiy kayfiyati va qilmishni kontrol qilishni biz kimyalik moddalar orqali insonlarning ruhiy kayfiyati va qilmishni kontrol qilish deb qaraymiz. Bu kimyalik moddalar orqali insonlarning ruhiy kayfiyati va qilmishni kontrol qilish to'g'risida o'xshamagan tadqiqotlar va o'xshamagan qarashlar mavjud. Bu hamda kelgusida shu insonlarninki minusni kontrol qilishda qo'llaniladigan muhim texnikalarninki birisi. Genda o'zgarish paydo qilish orqali insonlarning ruhiy va jismoniy qilmishini, harakatini kontrol qilish. Bu nihoyatda hal qilg'uch texnikalarninki birisi bo'lib, nurg'un davlatlarda bo'libmi, taraqqiy qilgan davlatlarda bu xildagi tadqiqotlar izchil ilib berilmoqda. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, gen yolg'iz bizni boshqa jonliqlar va boshqa insonlardan farqli qilib qolmasdan, u bizning qancha uzun yashaya oladiganligimizni, salomatlik ahvolimizni, bizning qandoq bir inson bo'lishimizni belgilaydi. Agar ma'lum insonning ma'lum genida o'zgarish paydo bo'lsa, u insonning shu geni kontrol qilayotgan olayliklarda, jumladan uning tafakkur qilish usulida, qilmishida va harakatida o'zgarish bo'lish mumkin. Mana bu genda o'zgarish paydo qilish orqali insonlarning ruhiy va jismoniy qilmishini, harakatini kontrol qilishning ilmiy asosidir. Bugungi bu meni kontrol qilish texnikasi to'g'risidagi leksiyani mishada to'xtatmoqchi. Bu men dastlabda deb o'tgandagidek nihoyatda bir cho'ng tema bo'lib, har bir kategoriya bo'yicha, har bir xil usul bo'yicha ayrim cho'nqurlab leksiya so'zlashga to'g'ri kelsa, soatlab leksiya so'zlashga to'g'ri keldi. Men bugun faqatla bir tushuncha qatorida shu meni kontrol qilish texnikasi to'g'risida uzaki bir tushuncha berib o'tdim. Hammanglarning diqqat berganingizga ko'p rahmat.
Xeyr xoş, görüşkice aman bolinglar.